Burada bitta BYD chempion mashinasini olib qo'yganmiz. Buni polni disbalanslarini qarab, moylarni alishtirib beramiz. Bu yerda chempion mashinasi zaryadkada turgan paytida egalari olib keldi, sasifit chiqib ketdi. Qanaqadir неприятный. Biz zaryadga qo'yib qo'yganmiz, hozir zaryadga turibdi. Nega bunaqa zaryadga turgan holatda sasifit chiqaryapti? Balki sistemada freon yo'qdir, balki antifriz yo'qdir. O'shani hozir polni tekshirib, qarab, texnik ko'rikdan o'tkazib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, freonlarni, antifrizlarini, hadovoylarini, polni kompyuterning diagnostikalarini tekshirib berish bo'lsa, kelaverasizlar. Hamma manzilimizda ishlayapmiz. Bu mashinamizning batareykasi tayyor bo'ldi. Mashinani berib yubordik. Xudo xolasa disbalans bo'lib ketuvdi. 35-36-ichiga tushib qolib, mashina 55-60% chiqyapti. Bu yerda ham BYD chempion mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinaga ham 4 ta yangi amortizator ko'rib turganingizdek, mana yangi 4 ta amortizator, echelarini yechib olib, usining sani blok bo'lgan yangisini qo'yib beramiz. Katta baqvat. Bu yoqga ham recha qo'yib bo'ldi uyga. Bu yerda ham bolalar chempion mashinasini olib qolishgan. Bu mashinaga ham reduktor zamena masla, qolgan ishlarni qilib berishyapti. Keyin uni o'zini paroki udar yegan, parokini yechib tashlab, bu yerda yangi parok qo'yib beramiz. Mana ishlaymiz, xudo xolasa kelaverasizlar. Yunusobod filial, Chilonzor filial, Sergeli filial hammasi ishlayapmiz. Kasapravda bo'layotgan ishlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Bu yerda bitta BYD chempion mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinani bamperlarini bolalar yechib olishgan. Bamperlarini kraska qilib, mana shu yerdan udar bo'lgan. Mana udar bo'lgan. Chiroyli qilib bunisini qilib beramiz. Keyin bitta Yuan Plus mashinasini oldi bamperini olib qo'yganmiz. Bu o'zi bamper rangi staloy bo'lgan. Buni rangini o'chirib tashlab, qora sepib beramiz. Chiroyli qora rangga bo'yab beramiz. Kasaprav ishlarimiz ham bo'lyapti. Kelaverasizlar, agar kasaprav xizmatlari kimga kerak bo'lsa, 33li 153 53 53 yoki 95li 765 51 ga Ulug'bek aka telefon qilaverasizlar. Ishlaymiz. Xudo xolasa, mana shu 5-10 kunlarning ichida motor bo'yicha polni ishlarni yo'lga qo'yamiz. Motorisimiz ham bo'ladi, kelaverasizlar. Motor ishlarini ham bitkazib, chiroyli qilib qilib beramiz. Mana bu yerda bitta xonamizga podyomnikni o'rnatib, chiroyli qilib motor ishlarini olib kelamiz. Bu yerda bizning xonamiz. Bu yerda motoris, daryo oxirisida kasapraf bo'ladi. Kelaverasizlar, chiroyli qilib ishlarni bitkazib, ko'ngilliga qilib bitkazib beramiz.